Ayakkı bir bakayım. Ayak. Makbul. O'g'ri! Meni xato aytdingiz efendi. Men azroq non uvuq olay degandim. Albatta, o'zimga emas. Ma do'stimga. Yo'qol, yo'qol, tez yo'qol. Yo'qol deyman. Bu o'g'ri. Yo'qol, yo'qol. Yo'qol, yo'qol. Bu shahar ajoyib o'zgarib ketibdi. Shundaqmi do'stim? Qancha o'zgarsimi, bizdek sargardonlarga yigidek bir nima chiqa? Oh! Nijotkorimiz keldi. Yeni boraylik. Yaxshi niyatli efendi. Emreyim bilan ishimiz ochliqdan o'lay dedik. İşini qil sahraliq. Ben dedim ki, bu bir nimler pul vermeydi. Bu ish so'zlayapamdu qandaq? Shundaq, ishimiz doim mundishimiz. Gap qila oladigan ishting bilan ishkinglar qandaqsiga bu holga tushib qoldinglar? Biz yo'q chaqda shahzoda bir muncha qamlashmagan farmonlarni amr qildi emasmi? Bu gapga sen norozi ekansan-da. Siyosiy paranglarni qilishmaylik. Bugun bir do'stim to'y qilmoqchi edi. Men uningga so'g'iz deb yuratdim. Ishtingni sotamsa, Oy, yo'q, satmayman efendi. sana tilla berman. Sat. 50 tilla. Apo qil do'stim. Tamoq yemasa bo'lmag'idek. Uni gapiga ishondingmi? Bu kishi gibi turdi. Men sizga yana o'yin qo'yib beraman. Ber turinglar. Shahzoda Qosibga yo'l beringlar. Ber turinglar. Men emir qilgan farmonlarga norozi ekansan-da. Saq salomat turibsiz shahzoda. Bu saxtibazini qandoq jazolasak bo'lar? Hurmatli Adiniyor efendi. Kallisini çapsak qandaq shahzodam. Bu sizning to'y murosimizdagi bir qiziqarli o'yin bo'ladi. Shunday qilaylik. Sakaliq. Men degan dengizchi. Bugun tushdan keyin dengizchi bo'lamaysan. Chunki kallang hashamatlik to'y murosimida chepiladi. To'y murosim bilan qo'shim yo'q. Chunki u yerda shuncha ko'p yemekliklar yeyilib tugaydi. Odatda bir mehmon yoki urug' tuqqunimiz uchun demakchimanki, murosim qilib avaroman. So'g'atni basamli bo'ldi. Yasavullah, uni tutinglar. Onu tutinglar. Kechiring efendi. Keyin birasini kalısını almoqchi bo'lsangiz, Sindbadning uni allaqachon berganligini unutmang. Oh. Ey! Onu tutinglar. Tez, tez. Uni tirik tutinglar. Tez! Ber turinglar. Qaranglar, Qo'g'langlar. Bu ana.
Tez, o hele, peske. Tez, tez. Bu erkeğinizden de hoş olduk. Qaraganda jannatga kirib qoldimmi, nima? Sen zindan kirsen. Yuyunib aqli qo'ysanglar qandaq? Birdan bilish yuyunib bo'ladi. Men yana qaytib kelaman. Bu senin uyun kalanda. Oh, bu yani bezsanglar bog'dek. Nechta daraxt tikib qo'yinglar. Beşanı katırma. Bir yer kep durmaysan. Oh! Rahmat, yasaullah. Buni g'icha qilma, ha? Kechiring, kechiring. Sinbad. Ufka. Bu sen mi? Ha? Sinbad. Ufka, ben seni görüp ben hoşup gittim. Ben seni bu yerden jutib ketdimikin deb o'yladim. Shundoq bo'ldi. Kemi chekib ketganda ekan, men bir parcha yog'och qiyamishib olgandim. Keyin boshimda ketibman. Boshimga kelsam, bir orol deyapman. Qo'limga bu narsa o'rog'liq turdi. Xudo banaydı saqlabdı. İşkichil bo'p qoldi. Keyin bir podshohlikni I caught the attention of a passing ship, and well, here I am. 2 years. Did you say 2 years? Aye, 2 years. And what brings you here, big brother? Nah. Minor disagreement between me and a couple of the palace guards. How many did you injure? 20. But they started it.
Baghdad has changed since you've been gone. I've noticed. It's not as friendly. Where are all our old friends? I landed in Basra and the... Adam. Bu yerda adam qolmabdi. Şahzade Qasım qonunni qaytadan tuzgandan keyin bilimlik olim o'lim ola bu yerdan ketibdi. Shundoqligini men sezdim. Qo'rqinchli bo'lib ketibdi, senda baxt. Butun davlatni puldarlar boshqarib etibdi. Kishilar puliga tayanib yashaydigan bo'lib ketibdi. Sodiq They import and export goods, treating sailors like mere tools. We're told where to go and how to get there. Nothing but a bunch of seafaring donkeys. No time for adventure or exploring? No. Everything is about commerce now. Well, even magic has been outlawed. Impossible! Why, any idiot can see that the world is filled with magic. I mean, the growth of a flower is as magical as the flight of a dragon. Aye, but there's no profit in it. Anyone caught dabbling in magic is bad. Sehrgarlar bostirilibdi. Puli borlari, pul xajlar. G'origa kirib, boshqacha yo'l tutibdi. Bizning do'stimiz Temdian qandoq bo'lgandi? U usti bog'van va atoqliq sehrgardi. Shahzoda uni yo'lsizlik bilan qo'g'lib etibdi. Bu ablah. Temdian onunğa balısda köyilgan o. Bizga mi shundaqdi? What about the Caliph? Can't he stop his own son? Since the prince's mother died, the Caliph just stays by himself. What the devil is going on here? Come, there's someone I want you... Seni göstay. Aytqina, opam qandaqdi? U baksatdi. Onun ismi Mustafa, nayt kuchlik. Aytqina, opam qandaqdi? Uning kiyimlari bak kulkilikdi. Mustafa, bu yoqqa kel. Enim Sendibat bilan ko'rishib qo'y. Kapitan Sendibatmi? Shunaq. Ko'rishganim xo'shalman. Kelgisi dengizda bir safar qilsak deyman. Seni ümidsizlendirip qo'ydigan bo'ldi. Chunki bugun mening kallam e'lonladim. Ko'rishganim xo'shalman. Aytqina, opam qandaqdi? U bak umaqdi. Rahmat. Kallam elindi. Oh, amal chiqib qala. Ne bo'ldi? I'm troubled by these new rules. If magic and adventurers have been outlawed, what's to save Baghdad from a sorcerer's attack? Rabta Şahzade, Qasip Şahzade bilan Adina Malikiga sovg'a taqdim qiladi. Sizni qarshi olamiz, hurmatli shahzoda. Padişah Karif alileri ve barlık ordu əhlinin əminlikidən məmnun oldu. Sizlərə bu sovqatlarını ağaç kelib edi. Bu nima qiliq? Hech kim bunda kirishga jur'at qilmagan. O'ldiravering, Karif. Sizni izlab kelmadim, balki ahmaq o'g'lingizni izlab keldim. Bu kishini tunamsan? Tunayman shaqata. Uning ismi Turaq. Bay sodigarlarning biri. Savdogarlarning birinchisi, shundaqla chaqirilmagan to'yga kelgan birdan-bir kishi. Balkim unutilib qolgandi. Xatolashdingiz, shoyim. Men dunyoga ko'z ochgandan buyon yolg'on unutilib qilish taqdiriga uchrayapman. Sizning oilangiz mening shafoatimga erishgan. Oğlunuz öğrenmekçi bo'lganken, avval mening qizim romanni talisi bo'ladi. Shundala yordamimga javob qaytaradi. Meni va qizimni ko'zga ilmadi. Bunun da bir sebep bo'lishi kerak. Oğlum, onun deganlari to'g'rimi? Butunlay to'g'ri degilim bo'lmaydi. Turaq Kattibay, uning qizimi chiroyliq. Ammo men bir zaharlik yilonni amrimga ilishga rozimanki, bu alvasti qiz bilan bir yostiqqa bosh qo'ymayman.
Turak, men sana qandaq boy bo'lganligini bilaman. Saxtbazlik, aldamchilikka paskin pul bilan boy bo'ldi. Şahzade, meni şunda kızgan özün emasmı? Kızım, o bizni naq eyiplevadıdı. Uni adablab qo'ysak. Şunda qımısak bolmaydigan dek turdu. Bizni qo'rqitmadimi, ajnabi shayton? Şahzade, sana ölünüş baldırğı deymen. Sen tehi yaş. Ahlın toşmıgan. Men qo'shilaman ata. U yana bir mazgil bo'ytiq o'sib bo'g'idek. Ya savullah, ulan haydi bitinglar. Sile, mehmanlarını muşundaq kütemsile. Boptu, biz hazırlık edeyli. Ama bir yaldamı ağaç gedimiz. Hadi yine! Ya savul, unuttunlar. Eğer yigit bolsan, kellinni qutquzgılı barsan. Men köz yeşi arlıda seni kütümen. Sana 2 hafta möhlet bermen. Bu vaqt içinde qutquzamısan, sen Rominaga ölünsen. Biz katı toy qılımız. Romina. Men deginimni qılmay qo'ymayman. Cho'qim borman. Uni qutqizmay qolmayman. Manga ishining shaqata. Odinani jahonning u chetiga yetkazsimi? Men qutqizmay qolmayman. Dövlətimiz halakətə yoluxudu oğlum. Mening bilishimcha, Turaq deganga faqat birli odam tankilalaydi. O bir dengizchi, tavakkulchi. İsmi Sindibat. Ertuğrul! Ertuğrul! Yolunu boşluğuna! Çıkın! Daydıqның bamı sahralıq. Ulan imdavat qılığını anıldın mı? Hikayetek tamam bu mende. Heavens and the earth separated the light from the darkness. Ah. Hiç vakası yok. Shaqata. Uning ismi ne? Sindibat. Ha, to'g'ri. U yosh, qamlashgan, qomatli yigitmi? Shundaq. Hammaga qiziqidi, shundaqmi? O turmushni qizg'in suydi. U kimga maraqdi? O degan dengizchi albatta kimiga maraq bo'ldi-da. Bularni so'rab nima qilasan? Men seni batanlarligini bilaman. Uni Allah panoyida saqlasin. U nada? O o'rnida kalisi elinish oldi turdi. Kalisi ilinish oldi turdi. Shundaq boshda ko'takka beshini qo'ydi, ondan chepiladi. Bu vijdonsiz ablah davlatimiz yo'qolish xavfiga duch kelyapsa. Sen bizni qutqiza oladigan odamni o'ltagilyapsan. Men undaqligini nadim bilan Shaqata. Man, darhol qutultirib akal. Ma'qul, Tez bo'l.
Özüňni etip goýanda okandak. Azırak oyununu olayma. Oh. Makul, kol silivegin. Ben geldim Sindibat. Oh. Dubat. Nimesi emdi geldi. Ne işte baklıp gelin istiyorsa. Mustafa. Tutulmak təsminimə. Yorğuluqni görüşün gerek. Yoruqluq ayakta. Oyununa bakay. Kolunu tut! Öldürmen la! Hata bok kaptı. Nemi degininiz ne? Men çenmedim. Men hata kıptı men. Melike yuqap gitti. Şahzadiyeni çatak çıkırıptı da. Ulanı padişahına yine kapırın la. Yemek içmek verin la. Tez! Toy murasımı kırmışamdık. Şundak. Bana yardım kılın la. Cironla, şahın hozırgı baraylı. Ya şahzade, padişah kütüp kalmasın. Bu iş asan emas. Qandaq yardım kılımen şah alileri. Senin turaqni tapalaydiganlygyňa işinimen. Melekini qutquzıp döwletimizni halaketden saklap qalgın. Vatan üçün ot sulağa kirişki razımen. Bunu siz bilisiz. Lekin Men faqat sana ümit bağlılığı bolduğanlygyny bilemen Sindibat. Bagdad şehrini sen avat qılgan. ama onu başkalar harap kılıvatıdı. Bu nemdigine? Qaytıp gelsem, öy bir saatim, orduğı təvə bop ketipdi. Bizge onun pulu, mülki kerek bop qalğandı. Nemiş ki Sindibat'tan pulları bizge kerek op qaladı. Adiniyor'un aytışça. Başka kişilerçi, nurgun adamlar öy makansız kaptığı. Ola siz aşyalağız kalsa, siz baylık çıkış koydu yürüpsiz. Pul, baylık degen, xoraydıgan ərsə Sindibat. Doğra. Ama sizler üzanlarınkini xoratmadınlar. Bu menin severligim Sindibat. Ben oğlumga amal kılıp gazinini köpeytinler dep dikemen. Hazır heliki kızını kutuldurup dövletimizni apetten saklap kılış en mühim mesele. Sen bizge yardım kılalan sen Sindibat. Vatının ve özün üçün bosumu. Qandaq deysə. Bop demse. Biz bir kemi tayarlap Adinəni birlik qutquzaylı. Şahzade, bunun sizden alakası yok. O menin rafiqam tursa, şundaq boğul asqağın. O koşundaq, lekin Men seni öldürüp etmem. kılınızın gemini kısınız olabilir. Şahzade Kasıpqa hakaret qılma. Boldu Sindibat. Men namakıl bolay. Kimini qaytırıp bireyli. Matroslarını özün talla. Men sana yine nah pul berey. Şahzade Kasıpçı. O senin kol astanda boladı. Şahata, Sen yeni bizge avarçılık tip vermekçi mi? Ha? bu adaletsizlik boldu şahata. Men özlerinin doğru qığınlığımı işinemen. Adinənin bu iş bilen alakası yok. Men onunla aşık.
Onun için ölüşkümü razımen. Şundaqmı? Ben sizden qat'iy iroda ifodlaydigan so'zingizni tunji rad anglayapman. Siz basınız bo'ladi. Ammo shuni unutmangki, bu gemida men kapitan. Ma'qul. Men bir tayyorlik qilay. Sarang bo'lib qoldimmi nima? Jiran. Bo'lmasa gapimda yenilishim mumkin. Xayr xo'sh. Rahmat. Men, Yaxshi bo'ldi edi. Jiran. mağdunlarmı? Bizga qiladigan ish chiqdi. Yaxshi bo'ldi. Bizdan o'z kimimiz, o'z odamlarimiz bor bo'ldi. Özümden işengili bulam. Karef gibi turduğun adam dostum. Hazırdan tatip seferimiz oңuшлuk boludu desek boludu. Biz Basra portuga Qim porosuna ağıl barımız. Bas reportu. Bu qitimki seferimiz xatarlik. Biz borusunu ilivamızaq bo'lmaydi. Shundoq qilali, ammo uni ilvilish tasroq. Ta'sira? Ha? Kaldoq. Qo'ng'iroqni chiling, andin javob olasiz. Bu nim qığını? Kiring. Sizlar kutib turinglar. O meni o'sha yerga tashlab qo'yam ekan. Shundoq qiladigan o'xshaydi. Boris. Nega tiqinib olding? Sen bat, bana yordamlash. Tez turdingmi, Boris? O putay deb qoldi. Sana baqay deyman. Bu nima? Men uningga havoda telg'ish deb ot qo'ydim. U odamni qushdak uchamaydi. Balki havoda telg'izidi. Men uningga o'xshash bir modelni yasadim. Hele sana ko'stib qo'yay. Qo'ng'iroqni joylab qo'yay. Aras sen saqkansan Zendibat. Men texi seni o'lib ketdimken debdim. So'zlab kelsam bir qiziq hikoya degina. Yiliq kim cho'kib ketgandan keyin men laylab chiqdim. Shuning bilan bu qo'ng'iroq qanaqkan? Bu miqqa yezig'li qo'ng'iroq. qarag'anda ko'p vaqtni kashfiyotga sarf qilsa. Rost shundoq, ammo vaqtiga chekliknimikan? O, mavo qanoti bor narsami? Rost bu yerga. Avval buni betlaymiz. Üstümüze ket. Ondan keyin atimiz. Nazariya jihatdan bundoq bo'lmaydi. Ona bilan asaq avval egiz ballik ko'tarilib, anda pastga qarab tushadi. Odam uningda esiqlik turadi. Qanotini mundaq keriydi. Ko'rdingmi? Buni qara, ha? Voycan. Cho'ng tutga havoda telg'ish qanotini yapsa, ushqili bo'lishi mumkin. Ushqili bo'ladi. Menga yordamlash, tez bo'l. Tez bo'l deyman. Bularni yezib qo'ydingmi? Hojati yo'q. Hammasi bu yerda bor. Man qara. Onun bunda qilishqa hech qanday haqqi yo'q. O kapitan bo'lsa, men shaxsan Bu qitimki safarda bu bizga asqatadi. Sen qanday uqding? Bu yoqqa kel. Mening bir kitim xabar keldi. Boramsan? Albatta borman. Borsan bo'lamdi. taqdim qamidi. Men kiraman. Yo'q, bo'lmaydi. Sizlar bir xatarlik dengiz yo'lidan o'tsizlar. Mening sizlarga yordamim tegadi. Xatarlik dengiz yo'li dedingmi? Anglasam, Turaq Bag'dodga Karif shohining yeniq ketdi. Men qara, gapimni anglayapsan. Anglayapman. Ras. Men bir dengizda ishlatadigan salg'i yasagandim. Oningda odat foydalanishdan sir dengiz urushlarida foydalanishim bo'ladi. Menda
Yana o'q o'rnida ishlatkili bo'ladigan nurg'un narsalar bor. Buni qanday ishiltidi? Ha, bu ördek uzsa, uning bo'yindagi jip mexanizmni harakatga keltirdi. O yerdan yangaq dumulab tushib, tarozining bir beshini bassa, shamol sandig'i shamol chiqarib, chaqpalakni cho'giltidi. Ondan qog'ozga o't tutishib, jipni uzib etdi, pomidor etlib, signal bermay kirgan kishidan beshig'i tegdi. Boris. Bu Qasip Shahzoda. Bu Boris bo'ladi. O biz bilan birga bordi. Ağinler. Bu mening eng yaqin do'stim Ronga bo'ladi. O biz bilan birga berish qilayıq. Mustafa'nın do'sti bo'lsa, O do'stlarini siltib qo'ymaslik uchun tilini kesatgan. u kechirgan. Men boshqalarning Rongaga qiziqishini yoqtiraman. Shundoq Ronga. Qandaqkan ağine? Sen qurol ishlatishni bilamsan. O pichoq ishlatadi. Mana qaranglar. Qiziq ish. Yeli o'yinchiq yasaydigan bir ahmoqni ko'rgandik. Endi pichoq o'ynaydigan hamoqat paydo bo'libdi. Undaq emasdi. Mustafa. Pichoq etish bexatarlik. Shahzoda to'g'ri deydi. Mening gapimni boshqa tushunib qolma, kechirgin. Xayr, xo'sh. Sendibad oqon qara. Bizga qaytilganingni qarshi olaman. Bu ablah kimdi? Turaqning odam bo'lishi mumkin. Hamda keynimizga odam tushmaslikka Ronga ega bo'lsin. Hozir biz kuchlanib qoldik, chunki qo'shinimiz xillashdi. Ishingni qil, kapitan. Out of the way, men. Sailing Prince approaches. Taliyimiz bo'lsa biz adli yetib boramiz. Ko'z yoshlarini shundoq yiqinmi? Biz ko'z yoshi orlig'i bormaymiz. Beshingizni qiyish o'ngishilib qoldimi? Biz avval Adinani We have to rescue Adina. Time is running out. She could be killed. Baghdad could be overthrown. Your Highness, what I'm going to say is very important, so try to understand. Biz jinimizni tavakkuliga tiksak bo'lmaydi. Tayyorliqsiz holda Turaqqa hujum qilish xatarlik. Biz tayyorlikni puxta qilib fursat kutamiz. Boros. Biz kemini nur orlig'i haydaylik. Men u yerni anglagan, ammo birasining borganligini bilmaydi ekanman. Mana shu.
Aytishlarga qaraganda, uya rast yolg'onning arlig'idagi joymish. Ems uyanın bay yo'qligini sen mi bilmemsen? Uyaning mavjud ekanligini bilaman. Ish qilib, faraz bilan topaman. Neymiş ki nuru arlığa çokum beriş gerek. Chunki u yerda tem diam bor. Nima chiqamlashmaqansin bu? Kim qo'ygan? U sizning ustozingiz. U sizni o'z o'g'ildek ko'rgan. Aslida u davlatimizdagi vazirlarni birdi, keyin adiniyorishkinglar qo'g'ilib etdinglar. You have no manners. And you have no heart. Sinbad. Sinbad! Adışıp qalğınımızda qandaq bilamiz? Kichigimizda tem diam uya to'g'riliq aytib bergandi. Uyaga bormoqchi bo'lsang, mushu xaritini ishlatsang topalaysan degan edi. The island would find me. Sen bu matrosni yoqtirib qoldingmi? Qizitib kelyaptiman. O nait baktır. Shundaqmi? Men his qilmadim. Yalğan sözlüme kızım. Seni obdan düşünümen. Sen de bak kamlaşkan yigit. Akıllık matros. Yaman yeri o hakikat için köreş kılıdı. Onu ölüm kütüp durdu. U cho'qim o'lishi kerakmi? Şunda kızım. Siz uni o'ltirishdan ilgari men uning bilan ko'ngil echmasam bo'lamdi. Mening kızım g'alit xiyollarni qilib yuraydi. Tug'ilgan kunimga oz qoldi. Sindibatni xiyolingdan chiqarib et. Bag'dod va kelgusi ering shahzoda Qos haqida so'zlashaydi. U bir chaqqin naskan. Uningga cho'qim tegishim kerak. Agar butun dunyo oldida qonuniy holda Bag'dodni idora qilay desang, Podshoh Karif bilan shahzoda o'lsa, onda men idora qila olmayman. sening hukmron bo'lishingga men yordam qilaman. Ko'nglingdagi azimat haqida nima U o'ylayapsan? bir aqlliqkan ata. U biyaga bevosita kelmay, avval do'sti temdi ammo yiniga bor ekan. Haqiqatan aqlliqkan. O meni temdiyam bilan ilsin debdi-da. Bu gaplarni anglasa meni titrab besyotdi. Bunda holat menda azaldan ko'rilib baxmagan. Buni vaymi deymiz qizim. Yiqimsiz his qildi ekanman. Ansirma qizim, men temdiyamdan kuchlik. Uning bilan ilish boqim batdi. Yengimda bir nech sirli quralim bor. Ishiltilmay turadi. Balkim ular nur arilni mangu topamiz. Biz nima qila olamiz ata? Hozircha eshitma, ammo ularni ozroq avar qila olamiz. Bugün ay qo'tallabdi. Yaxshilikning besharti. Meningcha bu yomonlikning Yo'q, besharti. yaxshilik bo'ladi. Rost shundaqmi? Nima deyapsizlar? Ayning cho'risidagi nur chambergini. Buni men bilman. Bu havo bo'shlig'ida sovuq iqlim borligini ko'rsatadi. Bundaq bo'lsa, yaxshilik bo'lamdi, yomonlikmi? Kaptan Sinbad! Bunu qara, tez! Olmasdimi? Yo'q, balkim cho'ng beliqdi. U bizga hargiz chiqilmaydi. Xotirjam bo'ling. Amonlik uchun eng yaxshisi aylanib o'tib ketaylik.
Biz xalqdaşlıq sokulub ketdik. Mümkün emas. Su bek cho'nqur. Bu hergiz mümkün emas. Langar tashlanglar. Kapitan Sindbad! Rastdan alvastıga. Hammanglar paxas bo'linglar. Bu narsa bizni yavitishi mumkin. Paxas bo'linglar. O'zinglarni daldig'inglar. Tez bo'linglar. Tez!